Oldin o'ylardim, Selim qayerda ekan deb. Bu katta bo'lib ketgan bo'lsa kerak deb o'ylardim juda ko'p. Beshikka yotganida men ko'rganman, undan keyin bolalarga ketgan. 17 yil farzand kutib, to'g'risi farzandga erisha olmagandim. Keyin shu vaqt mobaynida bola asrab olish uchun har xil joylarga murojaat qildim, lekin ijobiy natijalarga erishilmagandi. Keyin shu oxirgi marta inson ijtimoiy markaziga murojaat qilganimdan keyin arizam ma'qullandi. Ular farzand olishga, bola asrab olishga yordam qilishdi, bola topib berishdi. Oilada tarbiyalanayotgan bolalarni kelajakda o'z hayot yo'llarini qurishi, maqsadlarini aniq qo'yishi farq qiladi. Inson ijtimoiy xizmatlar markazlari tashkil bo'lishi bilan muassasadagi har bir bolani tarixi o'rgandi. Bolalarni o'rganishi natijasida ikkita opa-singil ikkita muassasada tarbiyalanayotgani aniqlandi hamda bolalar ko'rishtirildi. Singlim bilan o'yingohga bordik. O'ynadik har xil joylarga. Juda men xursand bo'ldim. Oilaga psixologik xizmat ko'rsatish natijasida bolaning ota-onaga, opa-singillar munosabati, oilaga moslashish jarayoni yaxshilanib kelmoqda. Avvalambor inson ijtimoiy markazini tashkil qilgan yurtboshimizga ham kattakon rahmat aytaman va minnatdorchilik bildiraman. Shu markazda hamma xizmatlar jamlanganligi bilan fuqarolarga qulaylik yaratib berishi menga juda ham yoqdi.